Boshlang'ich kimyo, ya'ni 70 kunda 70% to'plami. Birinchi mavzu dastlabki tushunchalar. Birinchi savol bo'yicha boshlaymiz. Bizda elementlar qatori berilgan, elementlarni topishimiz kerak. Birinchi savolda natriy elementi berilgan, ya'ni bu ishqoriy metal, birinchi guruh elementi hisoblanadi. Natriy elementi mana C javob. Keyingisida kaliy elementi berilgan, bu kaliy elementi ham birinchi guruh elementi. Guruhlarni yozib qo'yaman rim raqamida. Bular ishqoriy metal. Uchinchisi alyuminiy elementi berilgan. Demak, bu A javob. Alyuminiy elementi 3-guruhda joylashgan. Bu gruppachasi element deyiladi. To'rtinchisi kalsiy elementi berilgan. Kalsiy elementi mana D javob. Nomi kalsiy. Bu 2-guruh, ya'ni ishqoriy yer metal hisoblanadi. 5-si magniy elementi berilgan. Magniy elementi ham ishqoriy yer metal, ya'ni 2-guruh element. 6-si xrom berilyapti. Xrom bu metal. Xo'p. Xrom bilamizki, yonak gruppacha elementi, ya'ni 6-guruhda joylashgan 6-yonak gruppacha elementi. Bu halqa gellar guruhiga kiradi. Ya'ni halqa gellarga asosiy 6-guruhda metal massalar kiradi. Misol uchun, kislorod, oltin guruh, selen, tellur, polon elementlari kiradi. Metal massalar. Endi bu xrom yonak guruh. Bu yonak guruh bo'lgani uchun 6-guruhga olishimiz mumkin. Demak, D javob.